Assalomu alaykum. Bugun sizlarga juda ham noodatiy bo'lgan brauni, mramorniy cheescake ko'rsatib bermoqchiman. Bu juda ham mazali va to'yimli pishirilib bo'ladi. Buning uchun bizga tvorog kerak bo'ladi, tuxum kerak bo'ladi, shakar, smetana kerak bo'ladi. Blender qilib olamiz va kraxmal qo'shib yana ozgina blender qilib olamiz. Endi biskvitni tayyorlab olamiz. Biskvit uchun unga kakaoni, ozgina chindan tuz, razliqli sil suvdan solib aralashtirib olamiz. Tuxum bilan shakar oppoq bo'lguncha mikser qilinadi. Eritilgan sariyog' qo'shiladi va yana ozgina mikser qilib, unli massani yarmini qo'shib aralashtiramiz va kefir solamiz. Aralashtirib, qolgan unli massani qo'shamiz. Listimizga ozgina massa qo'shib, tvorogli massani qo'shamiz. Yana ozgina biskvitli massa qoshiq orqali iz qilib chiqamiz, duxovkaga qo'yamiz. Ganaji uchun shokolad bilan qaymoqni aralashtiramiz, eritib, ustiga qo'yib, ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Yoqimli ishtaha.